Ot qanchada otasi aka? 300 ming. Qancha chiqar bu? Jonasi ekan bularga. 500 ming. Kam bo'ladi-da. Parodas qanday bu shunda? Rossiyaga bularga. Rossiyada. Telefon nomer qoldiramiz aka? Telefon qoldiramiz. Telefonni aytasizmi? Siz sotilib ketadi. Aytib qo'ying. 755 million. 77 64 74. Aka bir aylantirib qo'ying, bir nima qilib qo'yaylik. Mana 500 ming kami bor deydi. Jonasi ekan. Bugun 24-noyabr 2021-yil do'stlar. Jon ovqatdagi ot bozorga kelib qoldik. Qanchada otasiz do'stmi? 130. Jashi qanday qolasiz? Poltarashka. Menga bo'lalakmi? Bo'lalak. Mana shu odamni o'zini ol. O'zi yaxshi. Qo'yga. Menga bo'lalak deydi. Qoradasi qanday? Qorabayir qo'lash unda? Narxlarda shunday boshqacha raqamlar. Rossiya ular. Rossiyaga-na. Do'stim telefon nomerini qoldirib qo'yinglar. 0990 No, adashib ketdim. 999 0808 0808 05 05 ekan mana aka. Jama yem ekanda. Yurunchi ekan. Bura qaydachi oting bundan burchi. Oting haydachi baraqa. Tortmaysiz do'stlar, tortma degan tortmaysiz. Telefon bergan noloz, bermagan noloz. Bu qancha dedingiz aka? Pulim 120. Rossiya dedingiz hamda? Jashi qanchada qolashmi? Poltarashka. Bol oldu. 70 qancha? 70 ming berdi. Boyu qancha chiq bo'ladi? 55 chiq bo'ladi. 120 ming deyishmi? Siz qanchada otasiz? 70 kam bor. 70 ming kam bor. Jash qanday qoladimi? 1,5 yashar. Qora bayroq sheta? Qora bayroq. Bu qanchada otam dedingiz? 70 ming so'm. Jashi qanday qo'lash unda? Poltarashka ekan. Paroda qora bayroq. Qora bayroq. Ha, mana. Güzellik ming so'm ekan. Poltarashka o'xshaydi. Poltarashka ekan. Paroda qora bayroq. Rossiyaga. Rossiyadan kelibdi Tayinda. Sotamiz aka, telefon qoldiramizmi? Aytingchi. 78 million 30 91 91 ekan aka. Mana aka. Ko'ringizlar. Poltarashkada. Bir ko'rgan odam bilardi, tamam. Qo'shqosi bor ekan. O'sha yana boshqa ko'raylikchi. Jo'xshot bo'g'lar ya bular. Sindiq ekanda. Qaqti qishonda? Noqatdi qilib? Noqatdi qilgan. Qanchada olib turam bu? 500. 500 ming so'm. Dumul kishi yurar ekan. Paroda Rossiya. Bilmadim. Bol bo'ldi o'zi? Yo'q, endi so'rab. So'radingizmi? Qancha so'radingiz? So'raylikman hozir 500 ming dedi egasi. 500 ming o'tganda da chiqqan bo'lish kerak. Ular qanchada otib turammi akalar? 500 ming so'm ekan bu. Otni ketib chiqdi. Qanchaga bilmadingizmi? Qanchada otasiz aka otdi? Toqsir, qanchada otasiz? 200 ming. Jash qanday qolash onda?
3 olsa ekan. Ne önörlari bor ham bunun? Ulog'i bor. Uyuri bor. Taqaga jopishtiradi. O'zi qanday o'zi? O'zi yumshoqmi? Paroda Rossiya dedingiz a? Qorabay. Qorabay ekan bunaqa do'stlar. Sotamiz aka? Telefon qoldiramiz mi? Aytingchi. 709 mana. 13 37 13 16 37 ekan do'stlar. Bir aylantirib qo'yaylik. Mana aka. Otni ko'ringizlar. Jelchi yo'qsa? Yaxshi deb tez moqtaydi. Siz qanchada odasiz aka? 112 ming so'm qildi ekan nimaga? Do'stu aka. Sen qanchada otasini, do'stim? 130 ming so'm. Qorabay ekan a? Telefonni qoldiramizmi? Qoldirmaysiz a? Bergan namoz, bermagan namoz. Siz qanchada odasiz? 200 ming. Ne öneriler var bunun? Ulog'i bor, gilovnoy. Uyuri bor. Qancha yoshda aka bu? Ekasi ekan buni. 6 yoshda ekan bunga. Bor joyi bor dedingiz a? Kami qanday bo'ladi? Kami. Silashasizlar a? Telefon nomerini tashlab qo'yinglar-da. 77 bilan 41 99 ekan bolaga. Bir aylantirib qo'ygan otda aka. Bolaga. Kuchli bor ekan, desidini. Qora. Simli bor ekan. O'g'li bo'ldimi? Boshqalar. Bo'ldi ekan bu. Yaxshi otda o'g'lay. Kelajakda. Ha, do'stu aka. Qancha berib qo'ydingiz aka shuga? 43 ming berdingiz. Yaxshi bersiz bu. Berib aytadi. Qanchada otadi esa? 50 ming ustida. 43 ming berdim deydi. Oltarash ekan. Berib qo'ydi. Sir bo'g'aza. Bobollik qanchada otasiz buni? 25 ming so'm. Urg'och ekan. Qancha berib qo'ydingiz aka? 18 ming berdingiz. Urg'ochlarga. Qanchaga? 18 ming berdim dedi. Biz tortmoqmi? Bo'ldi aka, siz tortma. Qanchada otasiz aka to'yda? 30 deyapman kami bor. 30 ming. Urg'och u? Erkek. 30 ming otadi. Bobolta, qaysi bobolta aka? Tur, mana beni qanchada otdir? So'raylichi esa. Qanchada otasiz aka beni? 120 ming so'm ekan. Jash qanday o'shanda? 4-chi bolasi ekan mana. Qo'shqa bolasi o'xshaydi. Mana 120 ming so'm. Aka, eshikka chiqib tur. Qancha bu eshak aka? Studiyo o'zi. Studiyo va do'stu studiyasi aka. Urg'och u bu? Erkak. Qanchada otasan buni? 10 ming deyapsiz. 10 ming so'm managa. Bo'ldimi? 2 ming qilishdi. Ha, 2 ming qilishdi managa. 10 ming so'm bo'ldi. Bir birlik bersak bo'lar ekan ha? Necha bir? Ha? Aka. Eshak chiton qo'yamiz-da. Yaxshi. Qanchada otasiz aka beni? 80 ming so'm managa. 80 ming deyapti. Qancha jashar shunda? 2 jashar deydi. Ev aka buni? Qanchada otasan beni? 80 deyapman. 80 ming so'm. Ichida bolasi bor. Bo'zda. Bo'z. 80 ming so'm deyapti. Bo'z. Jash qanday qiladi? 2 jashar o'xshaydi.
Böyle falan. Ha, ko'ylab qoldik. Bekin. Cho'ng bekin bu jashday ko'rinadi ekanda. Mana Sizler bilan Do'stlik kanali bo'ldi. Sizlar bizim kanallarda ko'rib klass bosib turingizlar.